Termiz xalqaro savdo markazi. Xalqaro markazdagi o'zbek, afg'on xalqlari, shu jumladan turli davlatlardan kelayotgan mehmonlar uchun shunchaki zamonaviy erkin savdo zonasi emas, balki do'stlik, birodarlik majmuasi sifatida o'z bag'rini ochmoqda. Xalqlarni yagona maqsad tinch, to'kin hayot yo'lida birlashtirishga undayotgan, ozod va obod turmushning ulug' ne'matligini namoyish etadigan noyob koshonaga aylangani barchaning e'tiborini tortmoqda. Mintaqamizda hozircha muqobili yo'q yirik majmuada savdo-sotiq, tibbiy va boshqa xizmatlar ko'rsatish, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun yetarli sharoit mavjud. Mehmonxona, restoran, hostel, oshxona, logistika markazi, avtoturargoh, afg'on fuqarolarini tadbirkorlikka o'qitish uchun biznes maktabi, bolalar o'yingohlari, savdo do'konlari bunyod etilgan. Afg'oniston tarafdan keluvchilar va tovarlarga imtiyozlar berilgan. Masalan, Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga kirayotgan fuqarolarga vizasiz 15 kun markazda bo'lish imkoniyati yaratilgan. Shu davrda ular tibbiyot muassasasida davolanishi, markazdagi sharoitlardan foydalanib, oilaviy dam olishi, savdo qilishi mumkin. Markazga kirish-chiqishdan boshlab barcha xizmat ko'rsatish jarayonlari raqamlashtirilmoqda. Hududda deklaratsiyalash, ekspertiza hamda karantin nazoratidan o'tkazish, bojxona rasmiylashtiruvi, sertifikatlash, bank kabi xizmatlar ko'rsatish markazlari faoliyat yuritmoqda. Termiz xalqaro savdo markazi tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida bo'lib, qo'llanilayotgan imtiyozlar bilan qiziqdik. Termiz xalqaro savdo markazi erkin iqtisodiy savdo zonasida bugungi kunda Termiz xalqaro savdo markazi TIV bojxona posti ishi yo'lga qo'yilgan. Ushbu hududda tadbirkorlar uchun bir qator qulay sharoitlar yaratilgan bo'lib, jumladan Afg'oniston Respublikasidan yoki O'zbekiston Respublikasidan tovarlar bojxona bojlari to'lanmagan holda erkin bojxona zonasi rejimiga joylashtiriladi. Bunda tovarlarga nisbatan faqatgina bojxona yig'imlari, belgilangan bojxona yig'imlari to'lanadi. Tovarlar bojxona bojidan ozod qilingan hisoblanadi. Hozirgi kunda tadbirkorlarga nisbatan yaratilgan qulayliklardan yana biri ushbu bozor hududida vizasiz rejim joriy qilingan bo'lib, afg'on fuqarolari ham, afg'on tadbirkorlari ham to'g'ridan-to'g'ri bu yerda o'sha kelishuvlar va shartnomalar imzolash imkoniyatiga egalar. Hozirgi kunda Afg'oniston Respublikasidan asosan kiyim-kechak tovarlari, jumladan chopon va idish-tovoq tovarlari juda ko'p olib kelib, erkin muomalaga chiqarilmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasidan asosan oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek maishiy texnika tovarlari erkin bojxona zonasiga joylashtirilyapti. Bunga asosan elektr isitish qurilmalari shu jumlasiga kiradi. Majmuadagi logistika markazi orqali 7100 ta yuk avtotransporti bojxona rejimiga bog'liq holda yuk bilan kirgan yoki yuk olib chiqqan. Omborxonalarga 32135 tonna yuk qabul qilingan bo'lsa, hozir uning 980 tonnasi saqlanmoqda. Temir yo'l shoxobchasi orqali 758 vagonda 51354 tonna yuk qabul qilinib, Afg'onistonga 284 million dollar qiymatdagi tovar va mahsulot eksport qilingan. Markazdagi 3 yulduzli 190 o'rinli mehmonxona shu paytgacha 14 mingga yaqin xorijlik va mahalliy mehmonga xizmat ko'rsatdi. Erkin savdo zonasi hududida qad rostlagan Akfa Midline klinikasi xizmatidan yiliga 46 ming bemor foydalanishi mumkin. 70 ta yotoq o'rniga ega shifoxona umumiy xirurgiya, endokrinologiya, urologiya, ginekologiya kabi 15 turda tibbiy xizmat ko'rsatadi. U ishga tushganidan buyon 79749 nafar afg'onistonlik va 19893 nafar o'zbekistonlik mijoz salomatligini tikladi. Ularning 790 nafarga yaqinida jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Klinika xizmatlari haqida Balx viloyatilik Ahmadzod Muhammad Anvarning fikrlarini tingladik. Mozori Sharif shahridanman. Yurak xastaligi bilan kelganman. Facebook, Instagramlarda ko'rganman bu klinikani. Bilmasdan qanaqaligini. Do'stu yorlarimdan, tanish-bilishlarimdan so'rab bilib, yaxshi joy bo'lgani uchun keldim. Endi o'zim ko'ryapmanki, juda zo'r joy. Pokiza, shifokorlari, barcha sharoitlari juda yaxshi joy ekan. Bu klinikadan juda xursandman. Xodimlari, shifokorlari xizmatidan mamnunman. Xalqaro markazda mahalliy aholi va xorijliklarga 226 ta savdo do'koni xizmat ko'rsatmoqda. Bu yerda o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilarning turli oziq-ovqat mahsulotlaridan tortib xo'jalik mollari, parfumeriya, farmatsevtika,
zamonaviy maishiy texnikalar, elektr isitgich kabi raqobatbardosh tovarlari xaridorgir bo'lmoqda. Savdo do'konlarining 102 tasini afg'on tadbirkorlari yuritib, mashhur afg'on qozonlari-yu boldek shirin asallari, turli uy ro'zg'or buyumlari, bejirim gilamlar, kiyim-kechak va poyabzallar, qadoqlangan choy, zafaron, kardamon singari noyob malham va boshqa mahsulotlarni taklif etmoqda. Mani ismim Nasratulloh, Shubirg'on shahridan bo'laman. Shu yerga O'zbekiston va Afg'oniston xalqining arab bozori, ham O'zbekistonlar bor, ham afg'onlar bor. Endi biz afg'onlar juda shu hozir chapon ko'p olyaptilar O'zbekistonlar, postin bor, gilam bor. Shu narsalar O'zbekistonga yaxshi olib ketyaptilar. Endi ko'rganingizdek, Afg'onistonda mashhur chaponlari ham bor. Chaponlarni shu yerga keltiramiz. O'zbek xalqi juda sevadi-da bu chaponni. Endi bu chapon ham bizning o'z kulturimizdan, afg'on kulturi, o'sha uchun madaniyati, o'sha uchun biz ko'pini o'zbeklar shu chapon deb, postin deb, nemcha deb shu narsalarni ko'proq olib ketyaptilar. O'zbekistonliklar shu hozir har nima qilganini biz keltirdik. Aytgan narsasini. Shu hozir chaponimizda kafshonkaliklari bor. Hani biz tomonga kafshonkalik chapon yo'q, kiyilmaydi. Asl madaniyatga kafshonka bo'lmaydi. Shu uchun fabrikalarimizga zakaz berdik. Kafshonkalik, zamuklik chapon ham keltirdik. Endi har nima narsa aytsalar biz keltiramiz. Mana choy keltiramiz. Choy bor, zafaron bor, mana iskosh bor. Mana shu narsalarni Afg'onistondan aytganlarni keltiramiz, olib ketyaptilar. Xursandmiz. Endi O'zbekiston aramiz shu hozirda ham yaxshi, tijoratlik nimaga ham yaxshi. Shu hozir vizamiz ham ochilmoqchi bo'lyapti. Bizda endi 3 oydan keyin inshaalloh ochilaman debdi, oddiy viza. Inshaalloh viza ochilsa, biz ham bir Buxoroni, Samarqandni ziyorat qilmoqqa xohlaymiz. Yangi yilda bu yerda afg'onistonliklar uchun yana qo'shimcha ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Markaz ish boshlaganidan buyon 865 mingdan ortiq afg'onistonlik va 480 mingga yaqin o'zbekistonlik bu joydagi turli xizmatlardan bahramand bo'ldi. Erkin savdo zonasidan qaytishga taraddud ko'rayotganimizda qo'shni davlatga mahsulot olib ketish uchun kelgan tadbirkor Nasrullo Bosir Ahmad bilan tanishdik. Suhbat chog'ida u majmua xalqimizning o'rtasidagi savdo-sotiqni rivojlantirishga katta imkoniyat yaratganini aytib, o'z takliflarini ham o'rtaga tashladi. Men atonim Basir, Mazor Sharif Afg'onistondagi sobun, biskit, shiri malaku, buxoriy, jonpok, ruypok, O'zbekiston buxorichi, elektroniki vasoil, barqiy vasoil, hayotiy mashin. Xalqlarimiz o'rtasidagi yaqin qo'shnichilik, savdo-sotiq aloqalarini mustahkamlayotgan xalqaro markazda afg'on birodarlarimizning bu kabi takliflari e'tiborga olinmoqda. Majmua mutasaddilarining yangi yil rejasida bozorni O'zbekistonning yangi mahsulot va tovarlari bilan yanada boyitish ham ko'zda tutilgan.